Ovozga aytmaguncha jo'ylab to'g'ri bo'lsa. Demak, davom etib ketsak bo'ladi. Xo'p, bu misolimizda bizga aytayaptiki, k va b ning qanday qiymatlarida mana shu funksiya koordinata tekisligining xo'p, 2-chi, 3-chi va 4-chi, 2-chi, 3-chi va 4-chi choraklaridan o'tadi deyapti. Demak, ya'ni grafik mana shu ko'rinishda bo'lishi kerak. 2-chi, 3-chi va 4-chi chorakdan o'tishi kerak. Buning uchun mana bu yerdagi x 0 dan kichik bo'lishi kerak. X 0 dan kichik bo'lishi kerak. Mana bu yerdagi b bor-ku. Mana shu b ham 0 dan kichik bo'lishi kerak. Endi k ning qanday qiymatida deyapti. Mana bu manfiy qiymat bo'lishligi uchun k va ning qanday qiymatlarida degan. Ya'ni mana bu k nima edi bizda? K o'suvchi va kamayuvchi, ya'ni pastga qarayapti. Bu yerda k ham manfiy bo'lishi kerak. Bu yerda k ham manfiy bo'lishi kerak. K ham 0 dan kichik bo'lishi kerak. Demak, k ham 0 dan kichik bo'lishi kerak. Mana bu kesib o'tadigan joyda b ham 0 dan kichik bo'lishi kerak. Xo'p, bu javob bizda bo'lyapti. A javob bo'lyapti. Xo'p, 18-misolimizga e'tibor qaratadigan bo'lsak, y teng x to'g'ri chiziqqa nisbatan mana shu y teng 4x + 7 simmetrik bo'lgan to'g'ri chiziq tenglamasini ko'rsating. Dastlab buni mavzuni boshida tushuntirib berdim bundan oldingi videoda. Qanday qilib topamiz? Birinchi bu yerdan x ni topib olamiz. Ya'ni 7 bu yoqqa o'tsa y - 7 teng 4 ta x bo'ladigan bo'lsa, bu yerdan x ni topadigan bo'lsak, y - 7 taqsim 4 ko'rinishida bo'lsa, endi bu yerdan x dan y ni o'rnalashtiramiz. Ya'ni y buni o'rniga yozaman. Y buni o'rniga yozaman. X - 7 taqsim 4 ko'rinishida. Ya'ni mana shu javob bo'lgan ekan. X - 7 taqsim 4 degan javob bizda D javob bo'lyapti. Xo'p, 22-savolimiz. Chiziqli funksiya 0 0, ya'ni 0 0 degani koordinata boshi va 2 3 nuqtadan o'tsa, bu funksiya grafikini burchak kassetini toping. Ya'ni k ni toping deyapti. Ya'ni bu y teng k x plus b degan funksiyada x o'rniga 0 qo'ysak, y ham 0 chiqishi kerak. Ya'ni bu yerdan b ham 0 ga teng bo'lyapti. Ya'ni bu y teng kx ko'rinishidagi tenglamaligini bu nuqtadan topsak bo'ladi. Endi mana bu nuqtani qo'yib chiqamiz bu funksiya tenglamasiga. Ya'ni y o'rniga qo'yaman 3, k ko'paygan x o'rniga qo'yaman 2, chunki bu yer 2 deyapti. Bu yerdan k ni topadigan bo'lsak, 3 taqsim 2 ko'rinishida bo'lyapti. K esa burchak koeffitsient edi. 3 taqsim 2 degan javob bizda B javob bo'lyapti. Xo'p, 25-savolimizga e'tibor beradigan bo'lsak, y teng mx plus 1 to'g'ri chiziq bilan ox orasidagi burchak y teng n plus 3x plus 3 to'g'ri chiziq bilan, ya'ni bu va bu xo'p, funksiyalarning ox o'rtasidagi burchaklar teng deyapti. Burchaklar nima edi? K edi. Ya'ni buni k'si mana bu bo'lyapti, buni k'si mana bu bo'lyapti. Mana shular bir-biriga teng deyapti. Ya'ni burchaklar bir-biriga teng. Ya'ni m teng n plus 3 ga. Mendan n minus m ni so'raganligi uchun m ni bu yoqqa o'tadigan bo'lsam, n minus m plus 3 bu yoqqa o'tsa minus 3. Demak, javob minus 3 ko'rinishida bo'lgan ekan. Minus 3 degan javob bizda bo'lyapti. B javob. Xo'p, keyingisi 27-savolimizga ko'radigan bo'lsak, 27-savolimizda bizga ildiz ostida 3x minus y teng 0 va xo'p, x plus y teng 0. X plus y teng 0. Mana shu to'g'ri chiziqlar orasidagi burchakni toping deyapti. Dastlab bu to'g'ri chiziq tenglamasini topib oladigan bo'lsak, bu yoqqa o'tadigan bo'lsa, y teng ildiz ostida 3 x ko'rinishida bo'lyapti. Endi bu yerdan y ni topadigan bo'lsak, minus x. Ya'ni bu yerdan minus 1 deb olsak bo'ladi. Bu yerda k nima edi? Burchak koeffitsiyenti. Dastlab boshida yozib berdim. K teng tangens alfa ko'rinishida yozib bergan bo'lsam, mana buni xo'p, k teng bo'lyapti ildizda 3, ya'ni tangens alfa teng bo'lyapti ildizda 3 ga. Bu yerdan alfani 60 gradusligini topib olsak bo'ladi. Endi mana bu yerni ham k deb oladigan bo'lsak, ya'ni burchak koeffitsiyenti deb oladigan bo'lsak, tangens beta teng bo'lyapti minus 1 ga. Xo'p, bu qachon minus 1 ga teng bo'lardi? Endi, ya'ni hozir mana shu ko'rinishda turib tursin, minus x ko'rinishda tursin bu. Grafikda yaxshiroq ko'rinadi menimcha. Ya'ni y teng minus x mana bu kamayuvchi va burchakning bisektrissasi hisoblanadi. Bu
Qaysi burchak bisektrisa koordinata tekislik koordinata choragining 4-chi va 2-chi choragining bisektrisalari hisoblanadi -x degan. Ya'ni burchak teng 2 bo'ladi. Mana bu 90 gradusli burchak bo'lsa, mana bu 45 gradusda bo'ladi. Endi mana bu alfa burchagi 60 gradus deyapti. Ya'ni mana buni grafigini chizadigan bo'lsak, bu ham koordinata boshidan o'tadi va mana shu ko'rinishda. Ya'ni bu yerdan alfa 60 gradus, mana bu yerdagi burchak 60 gradus bo'lyapti. Jami burchak nechi bo'lyapti shunda? Jami burchak 105 gradus. Mendan mana shu bu va mana bu to'g'risi o'rtasidagi o'tmas burchakni so'ragan buni. Orasidagi burchakni toping. 105 gradus. 105 gradus degan javob bizda bo'lyapti. Xo'p, B javob. Demak, yozib olsak bo'ladi buni. Demak, davom etib ko'rsak bo'ladi. 28-misolimizda mana shu nuqta, hop, koordinatalar tekisligining 2-chorakda joylashgan bo'lsa, ya'ni mana birinchi chorak, mana 2-chorak bo'lsa, ya'ni mana shu yerda joylashgan bir qandaydir nuqta bor. Buning uchun nima bo'lishi kerak? Mana bu x bor-ku, mana shu ham 0 dan kichik bo'lishi kerak, ya'ni k -4 0 dan kichik bo'lishi kerak. Endi mana bu y nuqta, ya'ni mana bu nuqta musbat bo'lishi kerak. Ya'ni yuqori joylashganligi uchun k +1 0 dan qat'iy katta bo'lishi kerak. Mana shu tengsizlikni yechib qo'ysak bo'ldi. Bu yerdan k kichik 4 dan, k katta -1 dan. Demak, javob -1 dan 4 o'rtasigacha bo'ladi. Ya'ni -1 va 4 o'rtasi bo'lishi kerak. Xo'p, 29-misolimizga e'tibor beradigan bo'lsak, qanaqadir fx teng degan to'g'ri chiziq tenglamasi mavjud va mana shuning hop ax, hop, ya'ni musbat yo'nalishda hosil qilgan burchagining sinusi, ya'ni sinus alfa 0,4 degan, men buni kasr ko'rinishda 2/5 qilib yozib oldim. Ildizi 5 ga teng va mana shu hop to'g'ri chiziq tenglamasi 2,7 nuqtadan o'tadi deyapti. Demak, bu yerdan sinus alfani topadigan bo'lsak, sinus alfani topadigan, bu bilan bu qisqarib ketadigan bo'lsa 2 ildiz ostida 5. Endi burchak, ya'ni kani topsak bo'ladi. Sinus alfa bor. Bundan biz tangini topadigan bo'lsak, kani topamiz. Ya'ni bitta to'g'ri burchakli uchburchak chizamiz. Mana to'g'ri burchakli uchburchak, mana burchak alfa deb oladigan bo'lsam, hop, to'g'ri burchakli uchburchakda, hop, o'tkir burchak sinusi deb burchak qarshisidagi katetni gipotenuzaga nisbatiga aytilgan. Endi bu Pifagordan bo'lsa, mana bu yer birligiga kelib chiqadi. Va biz bu yerdan tangins alfani topadigan bo'lsak, ya'ni tangins alfani topsak, tangins alfa teng burchak qarshisidagi katetni yopishgan katetga nisbat, ya'ni 2/1 2 ko'rinishda. Bu bizdan nimaga teng edi? K ga teng. Ya'ni y teng k x + b to'g'ri chiziq tenglamasiga ko'ra y teng kani o'rniga qo'yamiz 2x + b va mana bu nuqtani bergan bizga 2,7 nuqtani bergan. 7 qo'yadigan bo'lsa y ning o'rniga 7 teng 2, x o'rniga biz qo'yadigan bo'lsa 2 + b. Bu yerdan bu 4 bu yoqqa o'tsa minus bo'lib turib, b teng 3 ligini topsak bo'ladi va bu yerdan y teng 2 x + 1 o'rniga biz 3 ni qo'ysak bo'ladi. Ya'ni bu mana shu to'g'ri chiziq tenglamasi bo'lgan ekan aslida. Xo'p, endi 32-savolimizga e'tibor qaratadigan bo'lsak, fx chiziqli funksiya va mana shu bo'lsa, funksiya quyidagilardan qaysi biriga teng? Ya'ni fx to'g'ri chiziq tenglamasi, ya'ni mana shu ko'rinishda deyapti va bu ko'rinishda. Xo'p, biz nima ish qilamiz? Birinchi bo'lib biz qiladigan ish f 2x - 5 ni topamiz. Ya'ni bu yerda har bitta x o'rniga buni qo'yamiz. Ya'ni k ko'paygan x o'rniga qo'yamiz 2x - 5 + b. Bu yerdan xo'p 2kx - 5 ta k + b ga tengligini topsak bo'ladi. Endi biz bu yerda f mana buni topamiz. Ya'ni har bitta x o'rniga 3x + 5 ni qo'yib chiqamiz. Shunda bu k x o'rniga 3x + 5 + b. Bu yerdan bu 3 ta kx + 5 ta k + b ko'rinishiga keladi va bu va buning yig'indisi, ya'ni buni qo'shib oladigan bo'lsak, ya'ni bunga buni qo'shsak, mana bu ko'rinish bilan bir-biriga qo'shamiz. 2 ta kx ga 3 ta kx qo'shadigan bo'lsak, 5 ta kx - 5 ga + 5 ga bular yeshib ketdi. b ga mana qo'shsak +2 ta b teng bo'lishi kerak. Mana bu 7x - 16 ko'rinishida. Xo'p, bu yerdan biz k va ni qiyomatini topsak bo'ladi. Mana bu 5 ta k 7 ga teng bo'lishi kerak. Ya'ni 5k teng bo'lishiga 7 ga, bu yerdan k teng bo'lishiga 7/5 ga. Ya'ni bu yerdan k ni topsak, 7 ni 5 ga bo'lsak 1,4.
Hop, endi mana bu 2b teng bo'lishi kerak minus 16 ga. 2b teng bo'lishi kerak minus 16 ga. Bu yerdan b ni qiymatini topsak minus 8 ga tengligi kelib chiqadi. Bizda k bor, b bor. Demak, bu dastlabki berilgan funksiya y teng kx, ya'ni 1,4 x plus b, ya'ni plus minus 8 butun minus 8 ko'rinishda bo'ladi. 1,4 x minus 8 degan javob bizda A javob bo'lyapti. Ya'ni mana shu javob to'g'ri javob hisoblanadi. Endi hop, fx 34-savolda mana shu yerga sig'dirib olishga harakat qilsak bo'ladi. 34-savolda fx ax o'qining musbat yo'nalishi bilan o'tmas burchak hosil qiluvchi chiziqli funksiya. Ya'ni o'tmas burchak hosil qilyapti degani k 90 gradusdan katta bo'lyapti. Bu yerda tangens alfani biz tangens alfa, ya'ni k ni 0 dan kichik, ya'ni manfiy qiymati borligini bilsak bo'ladi. Endi bu yerda beryaptiki, mana bu fx to'g'ri chiziq funksiyasi, ya'ni kx plus b ko'rinishida. Va bizda fx, ya'ni mana bu fx teng deyapti 9x plus 4 ga bo'lsa f1 ni toping. Topamiz f1 ni ham. Xo'p, bu yerdan f ya'ni mana bu bunga tengligi uchun har bir tekstni ham buni qo'yib tenglab olamiz. Ya'ni k x ni o'rniga endi qo'yaman mana bu qiymatni. Kx plus b ko'rinishida. Endi bu yerdan hop ko'paytirib bir-biriga mana shuni ayniyatni topib qo'yadigan bo'lsak, ya'ni hop bu yerdan 9x plus 4 teng bo'lyapti. Bitta ko'paytirib chiqadigan bo'lsak k kvadrat x plus bk, ya'ni uzr b x yozib qo'yapman. Buni bunga ko'paytirib, endi buni bunga ko'paytiryapman. bk plus b ko'rinishida. Endi mana bu x ni oldida bu yerda 9 turibdi, bu yerda k kvadrat. Demak, k kvadratni 9 ga tenglab qo'ysak, k teng plus minus 3 chiqadi, lekin o'tmas burchak tashkil qilyapti, ya'ni manfiy bo'lyapti. Ve bu yerdan k teng minus 3 ligini topib olsak bo'ladi. K ni minus 3 ga tengligini topdik. Endi mana bu yig'inda 4 ga teng bo'lishi kerak, ya'ni bk bu yerda bityapti. Boshdan olmoqchiman. bk plus b teng bo'lishi kerak 4 ga. K ni o'rniga minus qo'ysak, minus 3b plus b bo'lib turib minus 2b teng 4 ga, b teng bo'ladi minus 2 ga. B ni qiymati minus 2 ga teng bo'ldi, k esa bunga teng. Demak, dastlabki berilgan funksiyani biz tiklab olsak bo'ladi. Ya'ni mana bu yerdan bu funksiya teng ekan, k ni qiymati minus 3 ta x plus b, ya'ni minus 2 ko'rinishida bo'lgan. Bizdan f1 ni so'rayapti. Ya'ni f1 ni topadigan bo'lsak, mana bu yerga 1 ni qo'ysak minus 3 minus 2, bu esa minus 5 degan javobni chiqarib beradi bizga. Xo'p, minus 5 degan javob C javob bo'ladi. Demak, buni ham yozib olsak bo'ladi. Davom etsak bo'ladi. 35-savolda hop, rasmdan hop, jam mana shu yerda burchakni toping. Men buni bo'lib oldim ikkiga. Hop, bo'lib olishdan maqsad nima? Mana bu yer to'g'ri burchak, 3 burchak. 0 4 degan bo'lmasa 4 ga teng. Mana bu 3 0 degan bo'lsa, bu masfa teng bo'lyapti bizda 3 ga. Endi Pifagor teoremasidan 4 3 bo'lsa, bu yoq 5 bo'ladi. Demak, biz mana bu to'g'ri burchak, 3 burchakka nisbatan hop, bu yerdan tangens alfani topadigan bo'lsak, burchak qarsak kadetni yopishgan kadetga nisbat, ya'ni 12 taqsim 5 ko'rinishda tangens alfa 1 ni topdik. Bu yerdan endi tangens alfa 2 ni topadigan bo'lsak, burchak qarsak kadet 4 yopishgan 3, ya'ni 4 taqsim 3 ko'rinishda bo'ladi. Bizdan nima so'rayapti? Tangens alfa 1 plus alfa 2 ni so'rayapti. Endi hop, ya'ni bizdan alfa 1 plus alfa 2 ni so'rayapti. Biz bu yerdan tangens alfa oladigan bo'lsak, keyin teskari trigonometriyadan foydalansak bo'ladi. Tangens alfa tangens hop, formulasi bor, ya'ni mana bu alfa plus beta ni formulasi bor edi. Tangens alfa 1 tangens beta, endi beta o'rnida bizda alfa 2 taqsim 1 minus mana shu ikkalasining ko'paytmasi. Tangens alfa 1 ko'paygan tangens alfa 2. Mana shu yerdan topsak bo'ladi. Bu yerdan tangens biz qidiradigan bu jami yig'inni biz qidiradigan alfaga teng deb olaylik. Katta alfa teng bo'lyapti. Tangens alfa bizda 12 taqsim 5 hop plus tangens alfa 2 bizda teng bo'lyapti 4 taqsim 3 ga. Va bu teng bo'lyapti taqsim 1 minus bularning ko'paytmasi, ya'ni
12 taqsim 5 ko'paygan 4 taqsim 3. Va biz buni hisoblab chiqargan bo'lsak, minus 56 taqsim 33 chiqar ekan. Minus 56 taqsim 33 hisoblab o'tirmadim. Endi bu yerdan alfani qiymatini topadigan bo'lsak, ya'ni biz qiladigan katta alfa teng bo'lyapti. Teskari trigonometriya qilsak, arc tangens minus 56 taqsim 33 ko'rinishida. Endi minusdan qutulish maqsadida bilan mashq qilyapti. Minusni oldiga chiqarib olsa, bu pi bo'lib chiqadi. Xo'p, ya'ni bu yerdan xo'p, minus chiqdi bu yerdan. Pi minus mana bu. Arc tangens 56 taqsim 33 ko'rinishda bo'lyapti. Va bizda to'g'ri javob bo'lyapti. A javob. Endi 36-savolimizga e'tibor qaratadigan bo'lsak, A va B nuqtadan o'tuvchi to'g'ri chiziqqa perpendikulyar. Mana shu nuqtadan o'tuvchi to'g'ri chiziqqa perpendikulyar va B nuqtadan o'tuvchi to'g'ri chiziq tenglamasini toping. Birinchi bu va bu nuqtadan o'tuvchi to'g'ri chiziqni topib olsak, keyin bunga perpendikulyar bo'lgan, ya'ni k1 ko'paygan k2 minus 1 ga teng bo'lganini topsak bo'ladi. Endi bu yerdan to'g'ri chiziq tenglamasini tuzadigan bo'lsak, nima qilamiz? Hop, x minus x1 dastlabki buni mavzu yozib bergan formula orqali x minus x1, ya'ni x minus 2 taqsim x2 minus x1, minus 1 minus 2 ko'p turib minus 3. Teng bo'lishiga formula bo'yicha y minus y1 plus bo'lib ketdi, minus 1 bilan taqsim y2 minus y1. Bu yerdan minus 1 bo'lyapti. Bu ikkalasi ketadigan bo'lsa, xo'p, bu yerdan biz y ni demak mana ko'rinish kelib qoldi. Buni bu tomonga hop, bitta bo'lib olaylik. X taqsim 3 minus 2 taqsim 3 teng bo'lyapti y plus 1 ga. Plus 1 ni bu yoqqa o'tkazadigan bo'lsam, to'g'ri chiziq tenglamasini tuzmasdan bo'ladi. Y teng bo'lyapti x taqsim 3 minus 2 taqsim 3 bu minus 1 bo'lib o'tsa, minus 5 taqsim 3 bo'ladi. Hop, mana shu ko'rinishdagi tenglama, ya'ni to'g'ri chiziq tenglamasi bundan k1 ni topadigan bo'lsak, 1 taqsim 3. Mana shunga qaysi sonni ko'paytirsam minus 1 ga teng bo'ladi? Ya'ni k2 minus 3 ga. Ya'ni minus 3 bilan 1 taqsim 3 ko'paytirsak, minus 1 degan javob chiqadi. Endi demak, mana bu to'g'ri chiziqlar, mana bu nuqtalardan o'tuvchi to'g'ri chiziqqa perpendikulyar bo'lgan chiziq tenglamasini yozib olsak, k2 ni o'rniga qo'yamiz. Minus 3 ta x plus b perpendikulyar bo'lgan mana shu to'g'ri chiziq b nuqtadan o'tadi. Ya'ni bunga minus 1 va minus 2 degan nuqta o'rinli deyapti. Ya'ni b nuqtadan o'tuvchi degan. Ya'ni y ni o'rniga biz qo'yadigan bo'lsak, minus 2, x o'rniga minus 1 qo'ysak 3 plus b bo'lib qoladi. Bu yerdan b ni topsak minus 5 ga teng. Demak, mana buni tiklab yozib qo'ysak bo'ladi. Y teng minus 3 ta x plus minus 5 bo'lib turib minus 5 degan javob bo'ladi. Minus 3x minus 5 degan javob 36-savolimizning to'g'ri javobi bo'ladi. Minus 3x minus 5 degan javob bizda B javob bo'lyapti. Xo'p. 38-savolimizga e'tibor beradigan bo'lsak, y teng 0.75x plus 4 to'g'ri chiziqqa parallel. Ya'ni mana shu to'g'ri chiziqqa parallel bir to'g'ri chiziq bor, ya'ni parallel degani uchun k1 teng k2. 0.75x plus b ko'rinishida bo'lyapti. Mana shu. Va bu chiziqdan 3 ga teng masofadan o'tuvchi to'g'ri chiziqlardan birining tenglamasini ko'rsating degan. Ya'ni, xo'p, parallel to'g'ri chiziqlar orasidagi masofa mana bu d, bu d ni formulasi bor, bu yerga yozib ketaman. Bu faqat parallellar uchun. Mana buni b1 desak, mana buni b2 deb qaraydigan bo'lsak, b1 minus b2 biz ostida taqsim xo'p teng bo'ladi b plus k kvadratga. Adashmasam buni to'g'ri yozdim. Xo'p, demak, mana shu d teng bo'lyapti 3 ga. Ya'ni 3 teng bo'lyapti, b1 teng bo'lyapti 4 minus xo'p, mana bu b, biz qiladigan b ni moduli taqsim ildiz ostida 1 plus k kvadrat. K 0.75, ya'ni k teng bo'lyapti 0.75. Kasr ko'rinishiga o'tsak 3 taqsim 4. Ya'ni 3 taqsim 4 ning kvadrati bo'lishi kerak. 9 taqsim 16. Endi buni yana soddalashtiradigan bo'lsak, 4 minus b taqsim maxraj orasi 25. 25 dan 5 chiqadi. 16 dan 4 chiqadi. 4 esa suratga ko'paytiruv bo'lib chiqib qoldi. Bu teng bo'lyapti 3 ga. Demak, bu yerdan buni ko'paytiradigan bo'lsak 16 minus 4 ta b teng bo'lyapti 5 ga 3, ya'ni 15. Bu yerdan 4 ta b ni qiymatini topadigan bo'lsak 1 ga teng. B teng 0.25, ya'ni 1 taqsim 4.
0,25 bo'ladi. Nima shu yerga qo'yib qo'ysak bo'ldi. Ya'ni y teng 0,75 ta x plus b, ya'ni plus 0,25 deb yozib qo'ysak, biz to'g'ri javobni chiqargan bo'lamiz. Shu tengmasi bilan to'g'richiliklarning birining tengmasini ko'rsating degan. Xo'p, 0,75 x plus Xo'p. Demak, mana bu yerga havuz qo'yib ketibman. Bu yer modul bo'lishi kerak. Modul bo'lishi kerak. Ya'ni shunda mana bu hisob kitob ham biroz boshqacharoq chiqadi. Ya'ni modul ikkita holati bor edi. Bitta musbat, bitta manfiy qilib ochib chiqargan holatimiz. Hozir faqat musbat qilib ochib ketdik. Minus holatiga qaramay qo'yibmiz. Demak, bu yerdan modulda 4 minus b buni ko'paytirsam 15 to'rtga bo'lib o'tdi. 15 taqsim 4 bo'lsa, biz musbat holatini ko'rdik, 0,25 chiqdi. Endi manfiy holatini ko'ramiz. 4 minus b teng bo'lishi kerak, minus 15 taqsim 4 ga bu yerdan b ni qiymatini topsak, 4 bu yoqqa o'tsa plus bo'lib o'tadi. Plus, hop, 15 taqsim 4 degani 3,75 degani. Demak, bu yerdan b ni qiymatini topadigan bo'lsa, 7,75. Endi mana bu holatda bo'lish mumkin. Bekorga shaharda 1 ni ko'rsating demagan ekanda. Ya'ni 0,75 ta x plus b ni yozamiz. 7,75 deb yozib qo'ysak bo'ladi. Mana shu ko'rinishdagi javob ham to'g'ri bo'ladi. Demak, to'g'ri javob A javob bo'lyapti. Demak, buni ham yozib olsak bo'ladi. Davom etib ketamiz. 40-savolimizda bizga shart etyaptiki, mana shu funksiya berilgan. Endi aytyapti fx funksiya bilan ifodalanish to'g'ri chiziq ox o'g'lining musbat yo'nalishi bilan hosil qilgan burchak tangens, ya'ni k ni so'rayapti bizdan. Bu tangens alfani berardi. Xo'p, endi mashq qilamiz. Xo'p, fx funksiya uchun so'ragan. Mana bu x ni endi ichini qo'ysam bu fx ni beradi degan savolga javob topishni biz mashq qilamiz. Bu yerdan mana bu yerda o'rgatib ketaman. 3x minus 4 ga mana x ni nechundir qo'ysak, bu bizga qanday x degan katta x ni belgilayman, shuni qaytarib ketish kerak. Bu yerdan 3 ta x teng bo'lishi kerak. x plus 4 ga bu yerdan x ni qiymatini topadigan bo'lsak, x plus 4 taqsim 3. Ya'ni bu bilan buni o'rnalashtirib qo'ysak, ya'ni har bitta x ni biz qo'shimiz kerak. x plus 4 taqsim 3. Shunda buni mumkin ko'paytiradigan bo'lsam qisqarib ketdi. x plus 4 minus 4 bo'lib fx funksiyani qaytarib berar ekan. Demak, fx funksiya teng demak va har bitta x ni buni qo'yib chiqaman. Ya'ni 5 ko'paygan x plus 4 taqsim 3, ya'ni taqsim 3 minus 7. Xo'p, endi fx funksiyani topadigan bo'lsak, buni ko'paytiradigan bo'lsak 5x taqsim 3 plus bu yoqda qandaydir sonlar, buni farqi yo'q. Bizda k nechga teng bo'lyapti? 5 ga teng. Va 5 taqsim 3. K teng 5 taqsim 3 ga kasr ko'rinishi bo'lsa 1,2 taqsim 3 ko'rinishida. Biz endi davriy kasr ko'rinishida berib qo'yibdi. 1 davr bo'lish uchun buni ko'paytirdim 9, buni ko'paytirdim 6. Demak, bu 1 davrda 6 degan javobligini topsak bo'ladi. Xo'p, 43-savolimizga yetib beradigan bo'lsak, mana shu va mana bu to'g'ri chiziqlar orasida masofani topib bundan oldin yozib berdim. Ya'ni bu ko'rinishda mana buni S1, mana buni S2 deb oladigan bo'lsak, mana bu yerda D ni topish formulasi S1 minus S2, ya'ni bu yerda modullar taqsim ildiz ostida. Xo'p, a kvadrat plus b kvadrat edi formulasi, adashmasam. A kvadrat plus b kvadrat, ya'ni bu yerda mana bo'lyapti, mana bo'lyapti. Xo'p, parallel to'g'ri chiziqlar o'rtasida baribir bir xil bo'lib qoladi bunda. Kelinglar, yaxshisi bundan oldingi misolda yozgan formuladan foydalanaylik. Hozir bu formulasi to'liq ismi kelmadi. Bilgan yo'limizdan yurganimiz menimcha ma'qul. Xo'p, bu yerdan to'g'ri chiziq tengmasini tuzoladigan bo'lsak, bu yoqda y qoldi. Bu yoqqa o'tsa plus bo'lib o'tdi, bu minus bo'lib o'tdi. Minus 5 taqsim 12 x, mana bu plus 7 bo'lib o'tdi. Plus 7 taqsim 12. Endi bu yerdan mana bu pastdagini topadigan bo'lsak, y teng bo'lyapti. Bu yoqqa minus bo'lib o'tdi. Minus 5 taqsim 12 har bittasini bo'lib olyapman. Plus 17 taqsim 12 ko'rinishda. Endi bular o'rtasi masofani topish uchun mana bu b1 o'rnida kelardi. Mana bu esa b2 ning o'rnida kelardi. B1 va B2 ning o'rnida keladi. Mana bu k. Bu yerda endi topish formulasini bundan yozib berdim. B1 minus B2 modul ichida, hop, ildiz ostida 1 plus k kvadrat.
Bu yerdan d'ni topadigan bo'lsak, demak d. B1 teng bo'lyapti bizda. Buni yozaylik. Baribir modul farqi yo'q. 17 taqsim 12 minus 7 taqsim 12 taqsim ildiz ostida 1 plus k kvadrat, ya'ni minus 5 taqsim 12 ning kvadrati, ya'ni 25 taqsim 144 ligini topib olsak bo'ladi. Bu yerdan d'ni qiymətini topadigan bo'lsak, hop suratdan suratga esa 5 taqsim 12 chiqdi. Suratdan mahrajni hisoblaydigan bo'lsak 169 dan chiqadi 13, mahrajdan chiqadi 12. Mahrajlar qisqarib ketadigan bo'lsa, bu yerdan d'ni topish uchun suratda 5 turibdi, mahrajga tushib qoladi. 5 taqsim 13. Demak, masofa 5 taqsim 13 ga teng bo'lgan ekan. Bu esa bizda B javob. Mana shu formuladan foydalansak hal qilib bo'ladiki. Xo'p, 47-chi savolimizga e'tibor beradigan bo'lsak, A ning qanday qiymatlarida mana shu to'g'ri chiziq OX o'qining musbat yo'nalishi bilan o'tkir burchak hosil qiladi. O'tkir burchak hosil qilishlik uchun nima bo'lishi kerak? Mana bu K hop 0 dan katta bo'lishi kerak, ya'ni musbat bo'lishi kerak. Ya'ni tangens alfa. Hop, tangens alfa 0 dan katta bo'lsa, mana bu yerdagi burchak o'tmas bo'ladi. Hop, o'tkir bo'ladi. O'tmas bo'lishlik uchun bu 0 dan kichik bo'lishi kerak. Demak, bu yerdan kamni topadigan bo'lsak, ko'paytirib chiqsak 8 ta A x hop minus 20 bu kerak emas. Plus 12x minus 20 yo'q, yozib qo'ydim. X kaltı chiqarib ketadigan bo'lsa, 8 ta A plus 12 x minus 20 bo'ladigan bo'lsa, bu y tengligi bo'lib ketdi. Mana bu bizda nima bo'lib qoldi endi? K bo'lib qoldi. Mana shuni 0 dan katta qilib ishlab qo'ysak bo'ldi. Ya'ni 8a plus 12 0 dan katta bo'lishi kerak. 4 ga bo'lib o'radigan bo'lsa 2a plus 3 katta bo'lishi kerak 0 dan, a katta bo'lishi kerak minus 3 taqsim 2. Ya'ni a katta bo'lishi kerak minus 1.5 dan. Demak, bizda to'g'ri javob bo'ldi A. Kasrni soddalashtirib qo'ysak bo'ladi o'zimiz. Xo'p, 50-chi savolda aytayaptiki, 2 uchi mana bu nuqtalarda bo'lgan. Xo'p, uch burchakning yuzi 15 ga teng bo'lishi uchun uch burchakning 3-uchi quyidagi to'g'ri chiziqlarning qaysi birida bo'lishi kerak? Quyidagi to'g'ri chiziqlarning qaysi birida bo'lishi kerak? Uchi mana shu nuqtalardan o'tuvchi to'g'ri chiziq. 2 uchini bergan. Xo'p, yuzasini beryapti 15 ga teng. Xo'p, dastlab mana shu nuqtalardan o'tuvchi to'g'ri chiziq topib olaylik. X minus x1 x minus x1 ya'ni plus 5 bo'lib qoldi. Taqsim x2 minus x1 teng y minus y1 taqsim y2 minus y1 minus 8. Qisqartirib yubordik 3, qisqartirib yubordik 4. Minus 4 bu yoqqa ko'paytiradigan bo'lsak, minus 4 ta x. Xo'p, minus 20. 3 ta bu yoqqa ko'paytirib yuboradigan bo'lsak, 3 ta y minus 3 ko'rinishida bu yoqqa o'tadigan bo'lsa, xo'p, minus 4 ta x, 3 ta bitta bo'lib oldim, taqsim 3 minus 17 taqsim 3 teng bo'lyapti y. Va mana shu hop 2 nuqta rasmiy masofani topamiz. Formulasi aniq edi. Formulasi bu o'rtasiga, ya'ni mana bu a, buni b deb qaraydigan bo'lsak, a b ni modulini topish uchun ildiz ostida bundan buni kvadrat ko'taraman. Bundan buni ersam 6 kvadrati 36 plus bundan buni ersam minus 8 kvadrati 64. Demak, buni 10 ga tengligini topsak bo'ladi. Va endi buni grafikda qanday tasvirlaymiz? Xo'p, yo'q, grafikda tasvirlashimiz shart emas, taxminiy ko'rinish chizsak yetarli. Mana shu ko'rinishda bor, mana bu va mana shu deylik. Mana shu yerda bo'ladigan bo'lsa, buni bizga modulni beryapti 10 ga teng. 10 ga teng. Xo'p, endi uch burchak yuzini topish uchun nima qiladi? Mana bu yerdan balandlik, perpendikulyar to'g'ri chiziq mavzuyimizga mos kelyapti. Perpendikulyar to'g'ri chiziq tushirib shuni balandligini 3 ga teng deydigan bo'lsak, ya'ni hop h ko'paygan a taqsim 2 formula orqali buni ko'paytirsam 30 yarmi 15. Bizda shart etyaptiki s burchak yuzi 15 ga teng bo'lsin degan. Shuni balandlik 3 ga teng deb oldim va bu nima bo'lishi kerak? Bunga nisbatan parallel bo'lishi kerak. Ya'ni hop mana bu to'g'ri chiziqqa nisbatan parallel va bular o'rtasidagi masofa 3 ga teng bo'lishligi kerak. Demak, qandaydir funksiya bor, y teng minus 4 taqsim 3 x plus b ko'rinishidagi bir funksiya bor. Mana shu funksiya hop, mana shu ikkita parallel to'g'ri chiziqlar o'rtasidagi masofa 3 ga teng bo'lishligi kerak. Ya'ni 3 d teng bo'lishi kerak. Formulani yana yozib o'tirmayman. Mana bu b1 b2. b1 o'zidan necha teng? Minus 17 taqsim 3 deylik. Mana bunisi deylik.
Farq yo'q, ben modul qilib beradi. Plus 17 taqsim 3 minusga minus plus bo'lib ketdi. Taqsim ildiz ostida 1 plus buni kvadrat. 16 taqsim 9 ko'rinishda. Bu yerdan 3 teng bo'lyapti. Xo'p, maxraj beriladigan bo'lsa 3b plus 17 modulda taqsim 3. Buni ham suratga chiqarib oladigan bo'lsa 3 taqsim 5 ko'rinishi kelib qoldi. Buni bu ketdi. Endi buni bu yoqqa proporsiya qo'yadigan bo'lsam, haliga qilgan xatoyimizdan qochamiz. Ya'ni bu modul teng bo'lishi kerak. Buni bu yoqqa ko'paytirib yuborsam 15. Bu yerdan 3 ta b ni qiymatini topadigan bo'lsa, bir marta plus 2 tenglasa minus 2. Bu yerdan b teng minus 2 taqsim 3. Modul mavzusi tahlilda ko'rganmiz. Xo'p, juda ham soddalashtirishim shart emas. Bu yerdan endi 3b mana bu plus 17 teng bo'lishiga minus 15 bo'lib turib, teng bo'lyapti minus 32 ga. Ya'ni minus 15 minus 17 bo'lib turib, minus 32 bo'ldi. Bu yerdan b ni qiymatini topadigan bo'lsak, minus 32 taqsim 3. Demak, b mana bu bo'lishi mumkin va mana bu yerda bo'lishi mumkin. Demak, berilgan dastlabki to'g'ri chiziq. Xo'p, parallelda minus 4 taqsim 3 ta x plus b. B bir marta minus 2 taqsim 3 ga. Xo'p, javoblari qaysi ko'rinishda? Javoblar proporsiya qo'ygan ekan. Buni mumkin ko'paytirib yuborsak 3 ta y minus 4x bu yoqqa o'tsa plus 4 ta x plus 2 teng 0 ko'rinishda bo'lishi mumkin. Mana bu holatda. Endi keyingi holatimizda y teng minus 4 taqsim 3x plus b ni o'rniga qo'yaman endi minus 32 taqsim 3. Proporsiya qo'ysak 3 ta y minus 4x bu yoqqa plus 4 x minus 32 plus 32 bu o'tdi teng 0 ga. Demak, javoblar bu va mana bu ko'rinishda bo'lishi mumkin. 3y plus 4x plus 2 teng 0, ya'ni 3-inchisi to'g'ri bo'lishi mumkin. 3y plus 4x plus 32, ikkinchisi 3 va 2 degan javob bizda bo'lyapti. B javob. Demak, yozsak bo'ladi. Demak, davom etsak bo'ladi. 51-misolimizda shart etyaptiki, f x va jx to'g'ri chiziqlar, mana bu to'g'ri chiziq, ya'ni mana shu ko'rinishda yozib oldik va mana bu holat o'rinli bo'lsa, bizdan xo'p, mana shu ikki to'g'ri chiziq o'rtasidagi burchakni so'rayapti. Bu yerdan f jx mana bunga tenglik uchun qo'yib yuborsam bo'ladi. Har bitta x o'rniga k2x plus b2 ni qo'yib chiqadigan bo'lsam, ya'ni bu minus xo'p f funksiya, ya'ni k1 x o'rniga qo'yaman, mana bu k2x plus b2 plus bu yerdan b1. Bu yerdan mana shu teng bo'lishi kerak bungami? Demak, bunga ko'paytirib chiqadigan bo'lsak, minus k1 ko'paygan k2 teng bo'lishi kerak. Minus k1 ko'paygan k2. Minus qayerdan kelib qoldi? fx da mana bu yerda minus yo'q edi. Hop, k1 shunda mana bu k1 da k2 ko'paytirganim. Ko'paytirib chiqdim. Plus buni men ko'paytirganim. k1 ko'paygan b2 plus b1 teng bo'lishiga minus x plus 13 ga. Ya'ni mana bu yerda x ham bor, k1 ko'paygan k2, mana bu k1 ko'paygan k2 teng bo'lyapti. Xo'p, aynatda foydalangan bo'lsak minus 1 ga. X soldagi kasetda tenglab qo'ydim. k1 ko'paygan k2 minus 1 degani nima degani edi? Ko'paytmas minus 1 ga teng bo'lsa, bu perpendikulyar edi. Ya'ni perpendikulyarlik sharti 90 gradus. Demak, to'g'ri javob p taqsim 2 90 gradus bo'ladi. 56-savolimiz aytayaptiki, mana shu to'g'ri chiziqlarning kesishidan hosil bo'lgan burchak tangentisini toping. Va alfa kichik 90 gradusdan, alfa kichik 90 gradusdan deyapti, ya'ni o'tmas burchak. Xo'p, o'zi mashq qilardik. Mana shu to'g'ri chiziqlarning xo'p kesishidan hosil bo'lgan deyapti. Xo'p. Demak, grafikini chizganimiz yaxshimi yoki ikki to'g'ri chiziq o'rtasidagi xo'p burchakni topsak bo'ladi. Ya'ni mana bu k1, mana bu k2 bo'ladigan bo'lsa, minus 1 formulasi bor edi. Tangens alfa. Ya'ni bular o'rtasidagi burchak deylik. Bular o'rtasidagi burchak. Xo'p, hozir pauzalab turamiz. Fikrlar chalkashib ketdi. Demak, birinchiga ham fikr to'g'ri bo'lgan ekan. Ya'ni bu dastlab formula bor edi. Tangens alfa teng bo'ladi bizdan. Xo'p, k1 minus k2, ya'ni bu modulda bo'ladi. Taqsim ostida 1 plus k1 ko'paygan k2 orqali topsak bo'ladi. Demak, tangens alfani topamiz bu yerdan. Tangens alfani topadigan bo'lsak, modulda k1, ya'ni ildizda 2.
Hop, minus 1. Ya'ni minus 1 bo'lib turib, plus 1 bo'lib qoldi. Taqsim ildiz ostida 1 plus buni mumkin ko'paytiradigan bo'lsak, minusga ham ketadi. Minus ildiz ostida 2 ga. Minus ildiz ostida 2 ga. Endi mana shu holda kelib qoldi bu. Hop, endi bu tangensialfa topilgan va tangensialfani bizga aytganki, hop 90 gradusdan kichik degan. Mana bu holat bo'yicha nima bo'lib qoldi? Bu holat bo'yicha modul ichida, hop, kvadrat ildiz ichida mana shunday bo'lib qoldi-ku. Demak, formula mana bu yer plus, mana bu yer minus bo'lgan. Deb qarab ketamiz endi. Shunda plus bo'lsa mana bu yer minus bo'ladi. Endi bu holat o'rinli bo'lsa, hop, mahraj ratsionaldan qutqarish uchun nima qilamiz? Mana bu yerdan ildizda 2 minus 1 ga ko'paytirib oladigan bo'lsak, nima hosil ro'y beradi? Bu yerdan tangensialfa teng ko'paytirib oladigan bo'lsak, ildizda 2 minus, hop. Yaxshi, shu misolda keyingi tahlilimizda ko'rib beraman. Hozir fikr kelmadi bunga. Bu misolni tashlab ketib turamiz. Keyingi darsni boshlashdan oldin mana shu misol bilan boshlaymiz. Hop. 57-misolimizga e'tibor beradigan bo'lsak, 57-misolimizda bu bundan oldingi ko'rgan misolimizga o'xshar ekan. Ya'ni M nuqtadan o'tuvchi, mana bu nuqtadan o'tuvchi va mana bu A va B nuqtalardan o'tuvchi to'g'ri chiziqqa perpendikulyar bo'lgan chiziqni y teng x ga nisbatan simmetrik funksiyasini toping degan. Dastlab mana bu nuqtalardan o'tuvchi to'g'ri chiziq tuzib olaylik. x minus x1 formulasi orqali x minus x1 taqsim x2 minus x1, ya'ni minus 1 teng y minus y1 plus kelanib ketdi. y2 minus y1, ya'ni 7 bo'lib qoldi bu. Hop, bu yerdan endi proporsiya qiladigan bo'lsak, hop, mana bu yerdan bu minus x minus ichida x bo'lib qoladi. Mana minus 1, mana bu plus 2 bo'lib qoldi. Plus 14 teng y plus 3 ga. Bu yerdan y ni topadigan bo'lsak, ya'ni to'g'ri chiziq tengmasini tuzadigan bo'lsak, minus 7 ta x plus 11. Ya'ni mana shu to'g'ri chiziq tengmasi tuzildi. Endi mana shu ikkita nuqtadan o'tuvchi to'g'ri chiziqqa nisbatan perpendikulyar, ya'ni buni nechaga ko'paytirsak minus 1 bo'ladi. Ya'ni 1 taqsim 7 ga ko'paytirsak minus 1 bo'ladi. Plus b. Mana shu 2a va b to'g'ri chiziqlardan o'tuvchi funksiyaga perpendikulyar bo'lgan tenglama va bu m nuqtadan o'tadi degan. Ya'ni minus 21 5 degan qiymat bunga o'rinli. Ya'ni y o'rniga 5 qo'yganimiz va x o'rniga minus 21 qo'ysak minus 3 plus b ko'rinishida bu yerdan bni 8 ga tengligini topib olsak bo'ladi. Demak, bu biz mana bu to'g'ri chiziq tengmasini topdik. Bu teng ekan. Hop, 1 taqsim 7 x plus 8 ko'rinishida. Endi shartini yanada biroz murakkablashtirgan. Mana shu to'g'ri chiziq tenglamasini y teng x ga nisbatan simmetrik degan. Y teng x ga nisbatan simmetrik degan mavzu boshida tushuntirdim. X topib y bilan o'rnini almashtirib qo'yamiz. Bu yerdan 7 bu yoqqa proporsiya qilib olsa, 7 ta y plus 8 bu yoqqa o'tsa minus 8 teng x ko'rinishida. Endi yo'q, biroz xatolik ketdi. Mana bu 7 ni bunga ko'paytirib keyin olib o'tishim kerak. Shunda bu 8 kere 7 bo'lib turib 56 bo'lib o'tadi. Xo'p, demak x bilan y ni o'rnini almashtiradigan bo'lsa, ya'ni buni o'rniga y qo'ysak va buni o'rniga x qo'ysak 7x minus 56 ko'rinishidagi tenglama bo'lgan ekan. 7x minus 56. Xo'p, endi minus minus s javob ekan. Bir tomonga yig'ib qo'ygan shunchaki. Ya'ni mana bu ko'rinishda 7x minus y minus bo'lib o'tdi. Minus 56 teng 0 ko'rinishidagi javob qo'ygan ekan. Bu s javob bo'ldi. Xo'p, endi mana bu bosh qo'ygan joyimizga xo'p, bir xillik 60 savolni ko'rib ketsak bo'lar ekan. Xo'p, a ning qanday qiymatlarida 3x minus 4 ta y teng 3 va bu yerdan 3x minus 2a y teng 5. Mana shu to'g'ri chiziqlarning kesishish nuqtasi musbat ordinataga ega bo'ladi. Ya'ni bularning kesishish nuqtasi musbat ordinata. Musbat ordinata nima edi? Xo'p, musbat ordinata bu y musbat bo'lishi kerak. Birinchi bilan kesishtirib olamiz. Kesishtirib oladigan bo'lsak nima hosil ro'y beradi? 3x minus birinchi tenglarni topib olaylik. Mana bu yerdan
tengdan topadigan bo'lsak 4y bu yoqqa plus bo'lib o'tdi. Y bu yoqda 3 teng bo'lyapti. 3x minus 3 4 bo'lib oldi. Endi bu yerdan y bu yoqqa o'tsa plus bo'lib o'tdi. 5 bu yoqqa o'tsa minus bo'lib o'tdi. 3x minus 5 taqsim 2a ni bo'lib oldik. 2a. Endi mana shularni kesishtiramiz. Ya'ni 3 ta x minus 3 taqsim 4 teng bo'lishi kerak mana bunga. 3x minus 5 taqsim 2 ta a ga. Ketdi bu yerda qoldi 2. Ko'paytirib oladigan bo'lsak 3 ta a x minus 3 ta a. Har birini ko'paytirib chiqsak 6x minus 10. Endi bu yerdan x topadigan bo'lsak 6x bu yoqqa o'tsa minus 3 ta a x 10 bu yoqqa o'tsa plus minus 3 ta a. Endi bu yerdan x ni topsak nima ro'y beradi? Bu yerdan x topsak 10 minus 3 ta a taqsim hop 10 minus 3 ta a taqsim x ga hisob chiqib ketsak 6 minus 3 ta a. X ni qiymatini topdikmi? Buni endi bunisiga olib chiqamiz, bunisiga olib chiqamizmi? Baribir qiymat bir xil bo'ladi. Mana shu x o'rniga olib chiqib qo'ysam ordinatiga teng bo'ladi va mana shu y ni hop shartida musbat bo'lsin degan, noldan katta degan sharti bo'yicha ishlab qo'ysak bo'ldi. Demak, biz x o'rniga nechini qo'yamiz? Biz x o'rniga mana buni qo'yamiz. Shunda 3 x o'rniga qo'yapman buni. 10 minus 3 ta a taqsim 6 minus 3 ta a minus 3 taqsim 4 katta 0 dan qilsam 4 ko'paytiraversam 0 bo'lib ketadi. Shuni katta 0 qilib ishlab qo'ysam bo'ldi. Ketdi. Bularni bo'lib oldim 3 ga. Shunda 10 minus 3 ta a bu yerda minus 1 qolganmidi? Minus 6. Bu minus ta'sir qilsa plus 3 ta a taqsim 6 minus 3 ta a mana shu 0 dan katta bo'lishi kerak. 3 a lar ketdi. Suratda 4 qoldi. Xo'p, musbat sonni musbat songa bo'lsamgina bu 0 dan katta bo'ladi. Ya'ni suratda qoldi 4 taqsim 6 minus 3 ta a 0 dan katta bo'lishligi uchun surat musbat. Demak, maxraj ham musbat bo'lishligi kerak. Ya'ni 6 minus 3 ta a 0 dan katta bo'lishi kerak. Bu yerdan a kichik bo'lishi kerak 2 dan. Sharti bajarilsagina bu musbat qiymatiga erishadi. A kichik 2 dan degan javob bizda A javob bo'lyapti. Demak, buni ham yozib olsak bo'ladi. Demak, keyingi tahlil qilishimiz kerak bo'lgan misol 65-misol. Bu misolda bizga aytayaptiki, xo'p, mana shu chiziqli funksiya, bir chiziqli funksiya bor va u mana shu nuqtalardan o'tadi deyapti. Ya'ni bu to'g'ri chiziq tenglamasini tuzolsak, xo'p, y teng kx plus b orqali 0 qo'ysam 3, x o'rniga 0 qo'ysam bu 3 ga teng bo'lyapti. Ya'ni 3 y o'rniga 3 qo'ydim, x o'rniga 0 plus b bo'lib turib, bu yerdan b teng 3 bo'lganini topsam bo'ladi. Demak, bu y teng xo'p kx plus 3 ko'rinishida va bunga bu nuqtani olib kelib qo'yadigan bo'lsam 0 teng bo'lyapti. K x o'rniga qo'yapmiz 2,5 plus 3. Plus 3 bu yoqqa o'tsa minus 3, 2,5 k teng bo'lyapti minus 3. Har ikki tomonni ko'paytirib oldim bunga, bo'lib oldim 25 ga. Minus 30 taqsim 25 ko'rinishda bo'lsa 5 ga qisqartirib olsam k teng minus 6 taqsim 5. K bizda nima edi? Tangens alfa edi. Demak, tangens alfani sifirga minus 6 taqsim 5. Xo'p, demak, chiziqli funksiya mavzusini yakunladik. Keyingi mavzuyimiz kvadrat funksiya va uning xossalari mavzusida ko'rishamiz.